ko'p o'rganishdan maqsad xosligimizni payqash. Hamda mayada ikki uqum chiqyapti-da. Bu qarmoqqa bir-biriga ziddiyat uqum. Birisi ko'p o'rganish, nurg'un narsani o'rganish. Yana birisi xosligimizni payqash. Bu xoslik degan nima desa, shu tor doiradagi o'zimizga muvofiq keladigan bir narsani tepib chiqish degan gap. Bu ikki gap bir-biriga qarmoqqa ziddiyatlik. Hamda biz ma'rif to'g'riliq bo'lsin, korxona egilik tiklash to'g'riliq bo'lsin, biz ko'p o'rganishimiz kerak deymiz. Haqiqatan bu zarur. Ammo ko'p o'rganishdan maqsad nima? Maqsad xosligimizni bayqash. Mushu nurg'unlagan bilimlarning ichidagi o'zimizga muvofiq keladigan, o'zimizga xos, o'zimiz qiziqadigan narsani izlab tepish. Hamda bu yerdagi xoslik deganni qiziqish deb tushunsak bo'ladi. O'zimizga xos, o'zimizga to'g'ri keladigan bilim degan gap. Doktor Dolqun Qodirov Korxonchilar klubining 2026-yillik o'quvchi qabul qilishi boshlandi. Hamda bugungi bu temani so'zlashda men yaqinda dаңlıq olim Yangjinning apandininki 100 yoshga kirgan bu tug'ilgan kunida mandaq degan bir gapini bayqadimda. Bu gap meni o'yga soldi. Yangjinning apandi deydi, ma'rifning maqsadi xoslikni, ya'ni qiziqishni bayqash, uni tarbiyalash ham uni taraqqiy qildirish. Oxirida eng yaxshisi bu xoslikni, qiziqishni o'zimizning xizmatiga aylantirish degan. Hamda bu bizning tushunchamizdagi, masalan, ma'rif deymiz. Ma'rif bizga bir cho'ng uqumda biz uchun. Biz nurg'un narsani o'rganishimiz kerak. Ma'rifdan keyinmi, cho'ng'andan keyinmi davomli o'rganishimiz kerak. Biz bir umr o'rganishimiz kerak. Hamda bu yerdagi o'rganish, bu yerda nurg'un narsani o'rganish degan gapga qaratiladi. Ammo buni mo'shunchilik nurg'un narsa o'rganishdan maqsad o'zimizning qiziqishi, o'zimizning xosligini tepish. Hamda agar biz buni bir taraf qilolmay, oz narsaning ichidan o'zimizning xosligini izlaymiz desak, bu cho'qim bir tarafdan bo'lishi mumkin yoki bizga muvofiq kelmasligi mumkin. Hamda ko'p narsani o'rgandik degan chog'da ba'zi odamning qilolmaydigani nurg'un narsani o'rganib, shu o'zining xosligini, o'zining qiziqishini shuning ichidan topolmagan vaqtida ma'lum bir kasbda muvaffaqiyat qozonolmaydi. Endi bu dunyoda bilimi ko'p odam to'limi ko'p. Nurg'un narsani bilish bu bak qaltis ish emas. Qaltis bo'ladigini yoki nochisi ash nurg'un bilimning ichidan o'ziga xos bir narsani tepib chiqish, o'zining individualligi, o'zining xosligi, o'zining qiziqishini mush narsaga yug'urib, o'ziga xos bir aloyidlikni yoki bir kasbni o'tirg'i chiqarish. Mavu muvaffaqiyatlik odamning qildigan ishi. Odatda bola tarbiyalashdimi bundaq bir ideya borda, ota-onaning qilishga tegishlik ishi bola kichik vaqtida amal va ko'p kasb bilan bolani uchrashtirib beqish. Ammo hammasidan to'liq bilim egallash emas. Bu yerda ko'p uchrashtirgan vaqtida bola mushu nurg'un kasblarning ichidan qaysisiga o'zi haqiqiy qiziqadiganligini o'zi bayqaydi, o'zi bekitadi. Bekitgandan keyin ondan keyingi taraqqiyotda ota-ona maxsus mushu sohada bolasiga mablag' sarf bo'ldi, tarbiyalisi bo'ldi. Şu ota-onaning qildig'ini nurg'un sohalar bilan uchrashtirish. Har xil kurslar, sayohat deymiz, lager deymiz, mush narsalar orqali nurg'un narsaga uchrashtirgan vaqtida bola mush nurg'un narsaning ichidan ma'lum bir ashkisini yaxshi ko'rib qilishi mumkin. Agar nurg'un narsaga uchrashtirmasak, bola o'zining nimaga qiziqadiganligini o'zi uqmaydi. Yoki shu oz uchrashgan bir ikki ishlarla qoladi, uning ya qiziqadi, ya qiziqmaydi. Shuning bilan bu balada bir xoslik shakllanmaydi. Germaniyaning ma'rifida to'liqsizga chiqqandan keyin mushu lagerlar nihoyatda ko'p o'tkazildi ekanda. O'tkazilganda mushu to'liqsizga chiqqandan keyin bolalarni har xil kasblar bo'yicha to'xtamay sirtqi faoliyatga o'rinlashtirdi ekan. Masalan, zavodlarga olib, dehqonchilik maydonlariga olib, har xil savdo sanoat mushu so'rinlarga olib bolalarni ko'rsatdi ekan. Mushu 2-3 yil ko'rsatish jarayonida bola to'liq o'tirg'i chiqib bo'lguncha yoki uningdan keyingi bir necha yilning ichida mushu narsalarning ichidan ma'lum birsiga qiziqdi ekan. Masalan, mashina zavodiga yoki dehqonchilik yoki ma'lum bir kasblarga qiziqqandan keyin ondan bularningki kasbiy ma'rifi taraqqiy qilgan bo'lgandan keyin shu to'liqsizda yoki to'liq o'tirlar udulli mush kasbga kirdi ekan. Shunda bo'lganda to'liq o'tirni puturib oliy maktabga imtihon beradigan odam amaliyot uncha ko'p emas. Taxminan 3dan 1 qismni egallaydi ekan. 3dan 2 qism odam mushu bolalar mushu to'liq o'tirni puturib har xil kasbiy texnikum maktablariga ketadi ekan.
bularning asosligi shu 4-5 yilning ichida har xil lager faoliyatlar orqali o'zining qiziqishini izlaydi ekanda. İzdeb, men bu mashina zavodiga yoki mal ma'nosini yasaydigan ishga qiziqadi ekanman deb, o'zining qiziqishi bilan kirgandan keyin bularni baldurli shug'ullanib, tez vaqtning ichida mutaxassisga aylandi ekan.